shaharlarimizni sun'iy ravishda biz qadimiylashtirdik yoki bizga tegishli edi mana Buxoro, Samarqand degan narsa. Bu narsa mana hozirgacha olimlar orasida bor. Aytishimiz kerak, yirik hattoki akademik darajasidagi olimlar O'zbekiston sivilizatsiyasi degan narsa olib chiqadi yoki bo'lmasa Baqtira sivilizatsiyasi yoki Oks sivilizatsiyasi. Aslida oladigan bo'lsak, men buni oldin ham aytganman, masalan, o'sha sivilizatsion yondashuvni o'ylab topgan, o'sha fanga fan sifatida alohida yondashuv sifatida kiritgan olimlarimiz Toynbee bormi, boshqa Spenglerlarmi, birortasini o'sha ro'yxatida O'zbekiston yo tursin, O'rta Osiyo sivilizatsiyasi degan narsa ham yo'q. O'rta Osiyo yoki Markaziy Osiyo sivilizatsiyasi degan narsa yo'q. Chunki 30 tagacha sivilizatsiya ajratishgan, shuning ichida ham yo'q. Uning ichida yo'q. Asosiy sivilizatsiyalar bular, asosiy sivilizatsiyalar bor va uning yonida yo'ldosh, sputnik sivilizatsiyalar bo'lgan. Ya'ni sputnik yo'ldosh sivilizatsiyalar o'sha asosiy sivilizatsiyaning yonida shunga parallelni, shuni ta'sirida paydo bo'lgan sivilizatsiya deyiladi. Uning ichida masalan hozirgi kunda mavjud bo'lmagan spartaliklar bor yoki bo'lmasa eskimoslar bor va o'shaning ichida nomadlar bor, ko'chmanchilar. O'sha ko'chmanchilar bor, lekin uning ichida na O'zbekiston sivilizatsiyasi bor, na O'rta Osiyo sivilizatsiyasi bor. Xo'p, biz ko'chmanchilarni bir paytlar bo'lgan, lekin hozirgi paytda yo'q bo'lib ketgan sivilizatsiya deyiladi.